Assalomu alaykum qadrli asrlovchilarni kuzatib oluvchilar. O'g'ga bora olmayapmiz. Xabaringlar bor, daryoda suv juda ham past. Lekin shunga qaramasdan qadrdonlarim bugun bir joyga olib kelaman deb niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa mana yetib keldik shu joyga. Mana operatorimiz bitta orali hozir shu joyi. Mana shu bitta olib berasiz Alisher. Mana. Qo'lga kelgancha harakat qilamiz. Xudo xolasa mazza qilib taomlarni balondan tutib inshaalloh ketamiz. Avrobiya do'stimizni loyiq qo'yilgan joylari eng kerakli suv oqadigan suv aylanib almashtiribdi. Kislorodga to'yingan vitaminlari bor. Tabiiy oqova suvga shunaqa chiroyli baliq qo'yishni xudo xolasa o'tiradigan qanchalar oilaviy kelib ham dam olib ketsanglar bo'ladi. 8 kilo baliq bor bu yerda. Xolislar poplov, video o'zingizga yoqadigan darajada o'qisanglar bo'ladi. Hozir mana o'ngimizda bitta poplovok, bitta do'ng usulida qilaman. Mana manzilimizni yanada fayz berib, manzilimizni yanada bir aktivlashishiga hissalarni qo'shayotgan Avrobiyni oldilari keldik. Mana qadrdonimiz bilan. Assalomu alaykum. Avrobiy xormaydi do'stim. Salom alaykum. Salqin tushganiga ozgina pasayibdi. Lekin vohirlari baribir O'shyapti, o'shaga harakat qilgan. Kun salqinlagandan keyin уже chesnochniy hidli narsaga, chuvalchenga yaxshi tushyapti baliq. chesno hidini beradigan nima, ya'ni non chesnodan yasasa, yoki chesnoli spreylar bor, shunaqalardan sepib turib ham misol chuvalchenga sepib ham. Perlovkaga tushyapti, men buni olib kela olmadim lekin perlovka. Perlovka qilib ko'rsa. Chesno hidini beradigan ekan asosan. Qishin yozin ishlaydi o'zi. Bu yerda yozi bo'yi nonga yaxshi tushdi. Shirin hidli, asalli, rivitli nonga yaxshi tushdi. Hozir shu bugungi kunda kun salqinlashib, sal pasib bo'lgandan keyin chuvalchenga kechasi ham yaxshi tushyapti. Hozir ushlagan natijamizda yana bitta-ikkitaga chiqaz bo'lsa, o'zingiz qovurib berasiz. Qovuradigan jarayonlarni ham ko'rsatamiz. Bitta-ikkita sizga beradigan savollarim bo'ladi. Buni sachuk ko'p ko'rasizlar. Qolgan olib sachuk. Ha, malades. Qani shu olib chiqib olgan ikki oshgan so'zlaringizda keyin mana hozir qanaqa ovqatimizni ham xo'rligimizni ham yetamiz. Mana. Bu yerda do'nka montaj qildim. Endi bu mana shunaqa hovuz bo'lgani uchun bu yerga mana bunaqa savatchada do'nka montaj qilib, buning ichiga 5 xil ko'rim soldim. A 5 ni buni usti ochiladigan mana. Do'konlardan topsanglar bo'ladi mana. Bu yerga non soldim, kepek soldim, maxsus hidi bor neofishni yemlardan soldim. Tepa va pastki qilib montajdan foydalandim. Pastiga qulpinali bo'yla qo'ydim, qulpini ishlamadi. Tepasiga kuchini ham shunaqangi tutdiki, unga patsiga ham kerak emas, mana yaxshigina kirib qolibdi. Chamasi 1 kilocha chiqadigan daraja. Buni o'rtoqlarimiz bilan hozir mazza qilib baham ko'ramiz, xudo xolasa. Kattasi tushib qolsa buni qo'yib yuboramiz. Kattarog'ini o'zini niyat qilib qo'ydim. Taxminan qancha chiqadi bu? Bu taxminan 1 kilo ochadi. Qadrdonlik o'tib baliqqa ozor yetkazmagan holatda qilamiz. Bundan kattasi tushib qolsa albatta buni qo'yib yuboraman. Chunki javna katta emas, kurjoni ham chiroyli qilib oldik. Hozir buni hovuzga tashlab turamiz. Mana kech tushdi. Chiqgan darajadagi baliqlarimizni. Avrobiy xormang do'stim. Tashi baliqni tishi bor deydi. Mana shu joyda aynan shu tishini qanaqadir darajada bir olib tashlaydi. Ta'miga ozgina ta'sir qiladi deb eshitganman-da. Beradi, to'g'ri eshitdim. To'g'ri gapmi shu do'stim? To'g'ri gap, taxir maza beradi. Kesib olib tashlaymiz, endi bu joydan o'tib ketdik hozir. Shundan bo'lmagan. Ko'pchilik bu narsani bilmaydiganlar ham bo'lar ekanda. Mana shu joyda bo'ladi baliqlar. Aynan shu joydan olib tashlanadi. Tangaga o'xshagan narsa bo'ladi, mana shuni davomida bo'ladi. Shu to'rtta tishi bo'ladi, to'g'rimi? Ha, tishi endi jabraga ulangan bo'ladi. Jabraga, ha. O'zi jabradan ajrab, jabra formada bo'ladi. O'pishib olib tashlanadi. Mana shu joyida o'sha sariq bilan tangachasi bo'ladi. Uni ham olib tashlash kerak. Bu ham taxir maza beradi jabraga. Endi baliqni tozalaganda endi bizga yetishganimiz bilgan qoida, o'zimiz o'rgangan qoida. Shuncha yildan beri baliq tozalaganda shu bittada yaxshilab yuvib tozalab olish kerak. Bittada. Endi keyin yeysizmi, sirazi yeysizmi, bittada yaxshilab yuvib tozalab, keyin maydalashga olib o'tish kerak. Sabab balon 2 marta yuvib bo'lmaydi shirasi. Ana bo'lmasa. Baliqda boshqa o'zi sложный bir foyda yo'q. Top-toza tozalab turib, baliqni o'sha bittada tozalab yuvib olish kerak. Bittada. Endi u yog'i to'g'rash. Qarang, endi buni saqlash muddati bo'ladi-yu, qanaqadir xolodilnikda bir xil saqlaymasgina deydi. Tuzlab saqlagan yaxshimi, tuz solmasdan saqlagan yaxshimi? Biz tuz solmasdan saqlaymiz. Tuz solmasdan, ha? Keyin o'sha erishi bilan sirasi tuzlab olamiz. Baraka toping. Mana o'ziga yarasha bir usullari bor-da, endi biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor, bilmaydiganlarga bu endi qanaqadir darajada. Biz ham jayin. Yo'q, lekin havasini olibsizlik eshitdik biz to'g'risi, havasini olibsiz. Harakat bor, o'rganyapmiz endi. Baraka toping, baraka toping. Ketamiz inshaalloh. Baraka toping. Alloh hammamizni ilmlarimizni ziyoda qilsin, ilohim. Mana mehr bilan tutgan baliqlarimizni nasib qilgan darajada o'zlari bugun qo'rib beraman dedilar. Baraka toping. Bizani ham hozir ulfatimizda o'zi oshpazlar bor. Bular ham qanaqadir bir hozir o'ta ekspert o'tirishdi. Professionallar tarafidan tayyorlanadigani boshqacha bo'ladi. Buni qanaqa bo'lar ekan?
deb qiziqayotgan baliqchilarimizga, ovchilarimizga, aka ulfatlarimizga alohida shu joyi bir aytib o'tamiz, lokatsiyalarni tashlab qo'yamiz. Mana Telegram kanalimizga Bratskiy berg deb nomlangan Telegram kanal ham bor, Abror. Ha, Telegram, Instagram kanallarimiz bor. Bemalol kelganlarga, qiziqadiganlarga bemalol. Do'stim, shu joyga ozgina narx-navolari haqida bir yana aytib o'rsangiz. Baliqchilik uchun ikki xil vhodimiz bor. Ikki kishi bo'lib kelgan baliqchilik 50 ming so'm vhod bo'ladi. Qarmoq bersak ham, bermasak ham shunaqa pul bo'ladi. Qarmoq yo'liga beramiz, avvalo. Yo'kida tapchalarimiz bor, ikki xil tapchanamiz bor. Xudo xolisa shu 3-4 kunlarda hammasini ichini tancha qilib o'rab, o'tuvga o'xshatib o'ramiz. Sharoit qilamiz, sabab suvimiz oqib olsa, qish bo'yi kulib bo'ladi degan niyat bor. Suv oqib tursa, o'shanga joylarni isitib, tayyorlab, harakat bugundan boshlaydi. Mana tapchalarni o'rashadi bu yog'iga endi. Salaxon bilan o'rab, issiqqina qilib, shundoq chiqasida sovqatib qolsangiz, shunday tapchani issiqga kirasiz, yana chiqib suvga xudo xolisa qishi bilan bo'tda bo'ladi. Tavsiya qilaman. Tapchan olgan odamga o'sha ko'ldagi vhod kiradi. Kichkina tapchanimiz 4 kishilik, katta tapchanimiz 8 kishigacha. O'sha kichkina tapchani olgan odam, ko'l o'qigan odamga ichiga tarmog'i, o'tini, mangali, qozoni, idishtovog'i, hovuzda baliq tutish ichiga kiradi shu summa. Barakat. Hovuzdagi baliq 70 ming so'm beryapmiz. 70 ming so'm. Baliqchi razmeriga qaramasdan. Ha, qanaqasi bo'lishidan qat'iy nazar. 70 ming beryapmiz. Barakat. O'zimiz 100 ming so'm o'g'irib beryapmiz. Navoda tutish olmasa o'zingiz berish bormi? Dagovda. Hovuzdan yeymiz deyishsa tutib beramiz endi. Tutib olmasa endi bo'ladi-yu. Barakat toping. Bassenda baliq bo'ladi, sadokda baliq bo'ladi-ku, kimdir hovuzdan tutib. Aynan, aynan. Biz aynan shunisiga keldik-da o'zi. Barakat toping. Beramiz. Barakat toping, Abror. Almondan taxlab qo'yishgan, montajlar bilan tayyor. Berishadi, bemalol kelib, qimorbozi ulfatlar bilan, oila bilan, bolajonlar bilan kelib maza qilib endi qisida bo'ladi. Charchab qolmasmi? Qaton qilyapsan. Oling. Oling. Ulug'bek.